Yanvar oyida tug'ilgan insonlar. Bu insonlar hayotda anchagina bardoshli insonlar hisoblanishadi. Ular har qanday qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh berishadi va uni yengib o'tishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarning ichki dunyosi juda ham chiroyli bo'lib, ular orzu qilishdan charchashmaydi. Bu insonlarning ko'rinishi qanchalik jiddiy bo'lmasin, lekin ular ich-ichidan muloyim va rahmdil insonlardir. Ular hayotda ko'pincha do'stlariga sodiq inson bo'lishadi va doimo yangi do'st orttirishga harakat qilishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni sindirish va xafa qilish juda oson. Lekin ular juda tez oyoqqa turishadi va unga qilingan barcha yomonliklarni unutib yuborishadi. Ular bir ishni boshlashsa, har doim oxirigacha kurashib boshlagan ishlarini oxiriga yetkazishadi. Ularni hech kim bu yo'ldan qaytara olmaydi, chunki ular ruhan erkin insonlardir. Yanvar oyida tug'ilgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.